Mana shu joy mana odamlar turibdi mana. Shu joyga. Bu qishloqning odamlari. Mana shu vrachlik punktini oldi bu. Mana shu joylarni o'zim bosh bo'lib, mana kranlarni qiluvdim mana. Kranlarni ko'rasizlar mana. Ajoyib kran qilib suv chiqarish uchun mana suvni qarang yotishini. Hech kim so'ramaydi. Mahalla raisi ham, boshqasi ham mana shundan necha marta o'tib qaytadi. Mana ahvol. Suvni qarang. Mana shunga ulaydigan odam yo'q. Qachonki men kelib ulasam ulanadi mana ahvol. Mana. Kitob tuman hokimligiga gapirishdan foydasi yo'q. Musullarni qarang. So'raydigan odam yo'q. Xonangdan chiq, kebaqqa. Mana. Bu suv bu. Bu hamma joyga yo'q bunaqa suv. Bu hamma qishloqqa ham odamlar hozir ko'p joyga suvga zor ko'pchilikda. Qishloq vrachlik punktini oldi mana. Musorga qaraylar mana, musor. Mana. Mahalla raisi ham yo'q, boshqasi ham yo'q, hech kim qaramaydi mana. Buni qaraylar ahvolini. Mana bu uchastkoviy xona. Kitob tumani Bog'i Baland mahalla fuqarolar yig'ini Shatri qishlog'ini buni qarang. Bir nazorat qiladigan odam yo'q. Mana Anorli 44-uy. Mahalla raisini faqat qayerga ko'rasiz? Mana bu mashinaga minib, bu yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Qarang. Ariqlarning ichini qarang mana. Musorni qarang. Mana qarang. Hamma narsa bor buning ichida. Pampers ham bor. Hamma har narsani tashlagan qarang. Mana uchastkoviy xonani mana. Uchastkoviy xona. Mana orqasi mana. Musorlarni qarang. O'g'aylar hamma narsa bor. Hech kim faqat hamma mahalla raisi bor deydi, boshqasi bor deydi, lekin topolmaysiz bularni. Ko'zi ko'rmi bularni? Kelib ko'r, ayt, buyur, tozalasin, odamlarni boshqarish kerak. Mana aroqning butilkasi ham bor. Mana bu yerga fanta yo'q narsani o'zi yo'q. Bu kasallikki bu. Mana sizga. Gapirsangiz yomonotliqqa chiqasiz. Mana shu ariq shu odamlar shu joydan biz yoshligimizga suv ichganmiz mana. Qancha musor kerak mana. Mana musor. Mana. Ariqlar kavlanmagan, mana shu ahvolga mana. Oyligida olib maza qilib yurishibdi. O'g'aylar buni hokimiyatga bersangiz, siz yozuvchiga chiqasiz. Lekin bir nazorat qilish kerak-da mana butilkalarni qarang. Buni yo bir kishi tashamagan, buni ko'pchilik tashagan. Mana aroq butilkasini qarang. Mana ahvol. Bu odamlar suv ichadi buni. Odamlarga bunaqa suv yo'q ko'pchilik joylarga, qishloqlarda. Mana suvning oqishini qarang. Mana. Buni boshmisan qida buni. Kelib qara. Mana. Mana o'g'aylar. Mana shu joylarni o'zim obod qilganman ko'p joylarini. Mana shular mana shu vrachlik punktini olib kelib joylashtirganman bosh bo'lib. Mana. Men bittasi egallab olgan. Xotin nomiga qildirgan, o'zi ichki ishlarga ishlaydi Qashqadaryo viloyatiga, lekin 2019-yildan buyon mana yotishini qarang. Buni uchastka xonaga berish kerak qo'shib. Mana sizga. Gapirsangiz yomon. Gapirsangiz yozuvchi. Gapirsangiz ha deydi, mana ahvol. Mana. Kasallik hamma narsa tashangan. Ayni ko'pchilik qo'rqadi, aytmaydi. Ha deydi, yuz xotir bo'ladi. Mayli qishloqchilik deydi, lekin buni bir kishi to'kmayapti. Mana ahvol. O'g'aylar, rais bo'lsang kelib, mana ahvol ko'ringlar. Mana suv. Mana shuncha suv rasvo bo'lib mana. Bir kelib mana bosh bo'lib, og'ayinlar bunaqa qilmaylar deb tushuntirishlarni olib borish kerak. Olib bormaydi. Mana ahvol. Mana ahvol. Mana ahvol ko'ringlar. Mana sizlarga Bog'i Baland mahalla raisini ish faoliyatini olib borayotganligini bitta nimasi isboti. Rahbarmisan, qo'yingdan kelsa qil. Bo'lmasa nima qilasan? Qila olmagan narsangga bosh bo'lib. Ko'chaga xohlagan odam qurilish qiladi, xohlagan odam yerni qo'shib oladi.
mahalla raisi bo'lsang aytish kerak-da, "O, sen qilma bu ishlarni. Bu ko'chani qo'shib olmagin, ko'chaga qurilish qilma" deb ayta olmaydi. Faqat xo'p bo'ladi.